Yo o'zi turgan bu. Boydan beri telefonda. Mayli gaplashamiz. Ko'rib qolsa mana buni yemaydi. Shunaqa gaplar. Bo'ldi odamlar judayam ming dirham degani $300 sal ko'proq degan. Hammaga assalomu alaykum. Bugun 3-videomiz boshlanishi uyimizdan boshlanadi. Hozir sizlarga bugun yakshanba. Yakshanbaligiga sal kechroq turdik. Sal svobodniyroqmiz. Planlar hali ishlar yo'q. Bungacha hozir hamyoqda guruch qaynayapti. Sir guruch qilyapman. Zavtrak qilib, keyin uylarni polniy uborka qilamiz. Xudo xolasa. Keyin 12:30da mani hozir darsim bor. Darsimga kiraman. Undan keyin Xudo xolasa triumfga qilamiz. Ish bo'lsa ishlarni bitirib kelamiz. Umar endi turibdi. Ko'rsatdim. YouTube. Turmaysizmi? Yo o'zi turgan bu. Boydan beri telefonda o'tirib. Ish shunaqa bo'ladi. Da, mana uyimiz. Hamma Umarni garderobi har doimgidek bardak. Tak. Guruch pishyapti. To'g'risini aytsam, ovqatlar pishirishni umuman bilmas edim. Mana shu yerga kelib liboy ovqatni chiki qilib tashladim. Davay, charchamanglar. Yana qo'yib boramiz. Shotda почти guruch pishdi. Endi solamiz. To'lqondan o'zi. Keyin Sirguruch boshlayapti. Endi bunga hozir novot sovuraman. Bo'ldi. Buni cho'pini olaman, qo'ydim.
Kruto. Zobar. Yaxshi o'tirdingizmi? Yaxshi o'tirdingizmi? Uydami deydi. Shularni ispanni qaror qildim-da. Ispan joyinglarni rosa qidirdim. Hop, bizda nima bo'lyapti? Abdulloh aka, nima qilyapsiz siz? Obro'tga YouTube'ga chiqarishdan oldin har bitta Tekshiramiz. grammatikalarni tekshirib YouTube'ga yangi video chiqyapti. Bizda buni qachon oldik buni? Ancha bo'ldi, bir oz ketdi. Buni olganimiz. Короче, boshida kimga berishni bilmadim. To'g'risi o'zim qilishim kutdim. Keyin Afzal degan anaqamiz bor, bizning shogirdimiz, komandalik bola. Sizlar hali tanimaysizlar, xudo xohlasa u ham bu yoqqa kelsa ko'rasizlar. Unga berdik. Bir kun o'tmasdan taqiladi, qilib tashladi Afzal. Lekin bitta minusi bor, grammatika o'zbek tili sal qiyinroq bolaga. 4-5 joyda topib rasmga yozib qo'ydim. Tashing. Afzal, короче, mana Mabodo YouTube'da ozgina grammatikali ko'rsanglar. Shu bola ayblaydi. O'sha bola ham kelib mana bitta yotadi deyman-da. Mayli, gaplashamiz. Men esa anaqa qolman. Kontent chiqaraman Instagramga. Biza har doim har hafta yo bir marta yo 2 marta klinik chaqiramiz. Klinik uyimizga kelib, polni tozalab ketadi. Mana hamma narsalari bilan keladi. Bugun yakshanba. Tak, sho'rva solib qo'yganman. Pishyapti, даже mana bu idish to'g'ligacha yuvib ketadi. Hozir balkonni tozalayapti. Keyin divanlarni, tegini, polni hamma joyini olib, tozalab, yerlarini tualetligicha tozalab ketadi. Biz yakshanba kuni uydamiz. Uyni ham ko'rsatamiz. Hali ko'chani ko'rsatmaymiz. Katta bo'lsa, o'sha joyni ko'rsatamiz. Mana ochiq oydin qanaqa yashayotganimiz, nima ishlab qotganimiz hammasini ko'rsatib borishga harakat qilamiz. Sizlar qo'llab-quvvatlab tursanglar bo'ldi. Bitta like bosib, maksimalni tanishlarga jo'natinglar. Agar sizlarni akkauntinglar ochilmagan bo'lsa, hatto podilitsani bosib, Telegramdan bu kimga jo'natsanglar bo'ladi. Xullas, Dubai, real hayot. Qanday bo'lsa shundamiz. Har kuni informatsiyalar ko'ramiz Dubaylar haqida, nima plus minus hamma narsalarni. И вот balkon polni tozalayapti. Necha pulga tozalaydi degan savolga 50 dirham beramiz. 50 dirham bu o'zimizning pulda deydi 10 dollar, 12 dollar bo'ladi. 50 dirhamga chist yetib ketadi. Qo'liga ham 10 dirham beramiz. Xullas 60 dirhamga tushadi. Почти 17-18 dollarlarga aylanadi. Xullas shunaqa mana gilamni ham polni tozalab ketadi. Umar hozir mashinaga tushib ketdi. Hozir chiqadi. You don't mind, right? If we should video. Короче, no problem. Bugungi kunimizni ham YouTube'ga qo'yaveramizmi? Da, mayli. Bugun yakshanba. Kechda-da. Ajoyib sizlarga qiziq bo'ladi. Balkonni tozalab bo'ldi. Keyin bitta tozalab bo'lgandan keyingi holatini ko'rsatamiz. Mana,
ko'rdingmi? Ha, ko'rsam. Sho'rva pishib qoldi. Uyimizni tozalab ketdi. Hamma yoqni yaltillatib. Oynalarigacha artib, hamma joyi to'g'rilab ketdi. Naryoqli polni qurilishga ketib yotibdi. На данный момент men hozir seyfga qarashga keldim. Biz parkdamiz. Mana ham pamma o'g'illari. Juda shirin bola. Voy. Bird. Qush etyapti. Mana biz o'tiribmiz, mana ustimda o'tiribdi bukvalni. Bukvalni. Say hello. Hello. Here. Hello everyone. Mana o'tiribmiz Seyf bilan parkda, to'yz yotibmiz desa ham bo'ladi. Seyf ustimda o'tiribdi. Maqal. Seyf. Seyf. Tabiat bilan anaqa Seyf. Juda ham zo'r joyda yotibmiz. Dubai Hills Parkka. Bo'pti, ketdimi? Let's go. Let's go boy. Let's go. Ana, ovqat qanaqa chiqdi dokkerlarga. Shunday bossangiz ana ezilib ketyapti. Juda ham shirin mazasi. Piyoz. Bu haqiqiy takoy. Musofircha ovqat. Buni ham gashti boshqacha. Juda ham shirin bo'ldi. Har xil preparatlar solib, o'zi ham bunaqa. Ana, yoqimli ishtaha. Ketadi-ku. Bismillah. Shomuriylar ancha-muncha ovqatdan shirin bo'ldi. Shu ovqatni man qildim, men o'zim hayron qolib ketaman, to'g'risi. Juda ham zo'r chiqdi. Shu kungacha nima ovqat qilgan bo'lsam, hali biron marta bittasi ham o'xshamaganini ko'rmadim. Nima ovqat qilaman, tavakkal solib tashlayveraman hamma narsani. Shunga yarasha вообще zo'r chiqdi. Birinchi marta sho'rva qilishim. Nima qildim? Qozonni yarimidan oshu to'ldirdim. Kartoshka soldim, piyoz soldim, pomidor soldim, sabzi, tovuq solib, yog'dan ozgina solib, keyin yoqib qo'ydim, bo'ldi. Ideta hozir 5:30 bo'lgan bo'lsa, birladami solib qo'ydim. 5 soat qaynadi o'zi ham. Вообще zo'r. Buni qaranglar. Xullas shunaqa gap. Men tushunib yetdimki, menda mahorat bor ekan ovqat qilishga. Mana bu Dubai Hills, bu park. Tasavvur qilinglar, 50 yil oldin cho'l bo'lgan joy. Hech kim o'ylamaydi bunaqa odamlar o'tirib sakrab yurishi bu yerda. Seyf naryoqda. Короче, mana juda ham zo'r va Dubai Hills bo'ldi mashaqqa. Zo'rlar va katta quyonchalar bor. Bolalar chiqib mazza qilishadi. Ketsi ichiga. See ya. Let's go.
No, Sif, let's go. Baby. Sif, let's go. Let's go, Yum Yum. Let's go. Go. This side. Chiroyli. Qo'yishdi. Mana yana zo'r figura deyiladi. Nima deyiladi? No, вообще chiroyli qo'yishdi. Ketdi. Mana bizani putешествиямыз Saif bilan davom etyapti. Biz Dubai Hills Mallga keldik. Park shuna nariya betida. Juda ham chiroyli va qulay joy. Juda ham zo'r. Qornimiz ochib ketdi ozgina. To'g'rimi, shef? Juda ham zo'r. Katta. Dunyoda dedim. Dubayda ikkinchi o'rinda turadi mana bu mall. Let's go. Let's go. Bizda mallda mana shunaqa chiroyli uzorlar bor. Juda ham chiroyli. Wow. Mana endi biz ovqatlanishga keldik. McDonald'sdan nuggets olsak yaxshi ko'radi. Men esa burger olaman o'zimga. Momentda frilar ham bor, no, ularni hali ko'rsatmayapman chunki ko'rib qolsa mana buni yemaydi. Shunaqa gaplar. Mallda odamlar juda ham ko'p. Odamlar вообще ko'p. Good. Men shundoq chapga o'ngga qaragunimcha mamma bola ovqatni nima qildingiz? Nima qildim? Yeb tashlaganimni aytasizmi? Ha, uspet qilmay qoldik-ku. Qo'yishga qalay bo'pti? Qanaqa bo'pti? Tak. Yaxshi. Zo'r. Yo, ovqat zo'r. Na, ovqat pustay qoladi-yu, yaxshi bo'lmaydimi? Til ketib qolyapti o'sha bor, ana qara. Yo'q, mana shu zo'r. Umuman sog'mayman o'zbekcha ovqatlardan. Men boya videoda ko'rsatganimda qancha turadi? Ne buni ham yeb qo'ymaydi. Hozir dappa qo'rasizmi? Kechqurun yo'qdan oldin, yo'qman, uxlashimdan oldin mashki. Yo, ovqat zo'r chiqdi lekin. Zo'r chiqdi. Nima demoqchiman? Hozir ovqat tugatmaganda duo qo'raman olmay qilib oxirida. Qanaqa bo'ldi? Ya ichish kerak-ku, tagigacha nomlarni sindirib qo'yishlar bor. Ha, biz kстати boya anaqani chaqirib mana bu svitilnik sindirib qo'ydilar. Necha pulga tushdingiz? Ya, men o'sha aytdim, 100 dirham, 20 dirham. 20-30 dirham tursa kerak edi otdingiz. Keyin Maryam pamga aytsam, bundoq qaradilar-da. Depozitim qaytarib bermaydi, 1000 dirham dedilar. 1000 dirhamligiga tushdi, короче, rasmimiz bor. 1000 dirham degani $300 sal ko'proq degani. Mana shu narsadir. 60 dirhamga chaqirib 1000 dirhamga tushdi, vajaj. 1000 dirhamga nima qilsa bo'lardi, bitta PlayStation olib qo'ysa bo'lardi. Mayli lekin. Da. Shuni topamiz endi. Anaqa qaradim internetdan, Danubda bor ekan. Danubda bor. Men bildim Danubda borligini. Yo'limiz bizda Danubga yo'lga chiqamiz. Chunki vlogimizni qiziq tugamayapti. Nimadir sayohat xohlayapsizlarmi hozir kechasiga necha bo'ldi soat 11 ga? Ya, sayohat. Yo'q, ertalab oqlay turish kerak. Mayli, ana
Aeroportga chiqish kerak. Siz chiqasizmi? Yo'q. Siz birga olib chiqib ketaman, uyg'otib chiqib ketaman. Men chiqaman, Stoyankagacha chiqaman, Naryogacha boraman, Kamarodi. Ha, Kamaroda olib qo'yasiz-da, Tesla'ni oldiga. Siz Endi har kuni peshkom emas, Kamaroda borib, Kamaroni Tesla o'rniga qo'yib ketarkanmiz-da. Ruxsat bo'lar ekan, ana turi, yurmasdan, Da. Genial. Endi bizani Kamaroda ko'rasizlar, vlogga boshlashimiz hali. Ana Stoyankaga momdo chiqayotganimizni, Kamaroga o'tirayotganimizdan boshlanadi parkdan. Nonga ham Kamaroda chiqib kelaveramiz-da, to'g'rimi? Baqqayo. Biz ham mashina haydashni bilamiz. Profilimiz bor, faqat benzin to'ldirsak bo'ladi. Benzin yo'q. Amin. Aha, ilohim amin. Qani, hamma ko'ryapti sizni. Hop, nima desam bo'ladi? Birinchi bor Maryam opamga rahmat. Masjidga olib kelganlari uchun bizani. Abdulloh akamga ham rahmat, kattakon shunday zo'r ovqatlar qilayotganlar, umrlari uzoq bo'lsin, ishlari rivoj bersin, bitta town house yoki sky villa sotsinda Dubayda. Maryam opamga ham hamma yaxshi niyatlarim, qarochi sizlarga. O'zim ham orqada qolmang, faqat oldinda bo'ling. Keyingi yil qayerda o'tiramiz? Shunaqa duo qilib. Keyingi yil. Xuddi shu kunlarda. Xuddi shu kunlarda keyingi yil qayerda o'tirishimiz mumkin. Har xil xayol. Inshaalloh hajjami kamida villada o'tiraylik. Butun komanda bilan orqada 5-6 ta bolalar, idishda oyivadigan bolalar, tozalaydigan bolalar. Bizani villamizda, tipa. Bizani villada, o'zimizdan. Xo'p. Mayli, hammamiz umr uzoq bo'lsin. Har doim успешный bo'laylik, charchamaylik, umuman испытаниyalardan oson o'taylik. Abdulloh akam qo'llari undan ham shirin bo'lsin. Sumaliylar ham ochgan. Sumal, Sumalay qilmasam kerak endi. Sumalay qilolmayman. Ular qiyin-da, sumalay qilish. Qozon kabob, go'shtli liboy ovqatda qilamiz, lekin sumalay variant. Sizga yoqmaydi deyman, sumalay. Yo'q, sumalay yo'qmaydi. Qilish kerak-da YouTube'ga, okay. Sumalay. Content. Odamlar sog'ib qoladi bizlarning anaqamizdan. Shuning uchun Dubayda sumalay kim qilyapti? Bizdan tashqari bilmasak ham tugatib yuboramizmi? Mabodo hech qayerga chiqmasa, tugatib yuboramiz. Agar chiqsa, qo'yamiz. Mabodo, Hilsga boramiz. Bitta barakat. Mabodo. Ma'mur qo'yib bitta yotsa o'ltirmaymiz deb qayta. Uxlash kerak, ertalab uxlay turish kerak. Buni montajini ham qilib, hozir joylab qo'yguncha ham vaqt o'tadi. Xullas, biz uyqu degan narsani unutib olishga harakat qilyapmiz. Bitta hammaga do'stlar, drona bilan anaqa